3 million 300 ming so'mga tayyor bo'lgan neoklassika fasondagi oshxona mebelimiz bo'ladi. Bu aytilayotgan narxlar, ya'ni 1 pogona metr bo'ladi, rangi oq jemshik bo'ladi, materiali Krashni MDF zodagonlardan ishlatilgan bo'ladi. Undan tashqari, ya'ni mana bu yerda nima edi, stolishnisasi bo'ladi, 4 sm qirilmaydigan matavisidan bo'ladi. Bu narxlarning ichida bonus tariqasida diod, mana bunday plitasi, moykasi hamda qoshiqdoni, xolodilnik terasida tombochkasini, mana bu yerda shushulkasigacha bonus qilib berishadi. Eshikni ham bitta yopsangiz taranglamaydigan, ya'ni vakuumligidan bo'ladi. Razmeriga keladigan bo'lsa 4 metrga 250 bo'ladi. Общий summasi 13 million 200 ming so'mga tayyor bo'ladi. Bu narxlarning ichida vodiy bo'ylab dastlabki 10 servis xizmatlari mutlaqo bepul. Agar arzonni so'rasalar, 1 pogona metri 1 million 800 mingdan boshlab u yog'iga ketaveradi. Nima deb o'ylaysizlar? Narxi arziydimi, yo'qmi? Kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomer yoki pastdagi profilga o'tsanglar 500 xildan ortiq, ya'ni kataloglari bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Albatta kelishilgan holatda.